Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sotuvda 2020-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi Pace Nexus 3 avtomobilimiz keldi. Mashinamiz holatlari ideal. Bitta mana skrilochasida pitnosi bor ekan. Mashinamiz 168 ming probeg masofani bosib o'tgan. Metan gazla ustanovkalar qilingan. To'rtta yaxshi yumshoq balonlar taqilgan. Mana salonlarni ko'rib turibsizlar, qanday deflektorlari bor. Pioner magnitofonlar qo'yilgan. Probegi 168 ming yurgan. Patoloklari qirilib, chizilib ketmagan. Salonlari juda ham akkuratli turibdi. Mana kovrik-poliklar tashib qo'yilgan. Mashinamiz holatlari zo'r. Motor galoplarida ishlari yo'q. Yangi metanlar ustanovkalar qilingan ekan. Mashinamizda chaqa-chuqa joylari ham yo'q, vakuumli joylari yo'q. Mashinamizning tan narxini 106 million so'm deb belgiladik. Naqd yo'q kreditga chiqadi. Yig'izimsiz aloqaga chiqib, kelib baraka qilishlari mumkin. Manzilimiz Jizzax shahri, Prospekt Almaskafiya ro'parasida. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar.